katta, 320 ancha keng. Chimgan O'zbekiston. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Jamshid Chimgan. Bugungi obzorimizda pogrushkalarimizni obzor qilib beramiz. Bizga yangi pogrushkalar yetib keldi. Katta, baquvvat, hamyonbop и o'zimizning o'sha eski kichkinaroq pogrushkamiz, buni hamma taniydi. O'shani ikkalovini bugun obzorimizda solishtiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Like bosish esdan chiqmasin. Qani bo'lmasa, ketdik. Bugungi obzorimizni hamyonbop pogrushkamizdan boshlaymiz. Kovushimiz 500 kilogacha bemalol yuk ko'taradi и 0,4 kubga ega hajmi. Andijanka motor deyshadi. O'sha remelli motor, bir porshinli 25 ot kuchi. Bakiga keladigan bo'lsa, 30 litrli salarka baki bilan jihozlangan и hamda 2,5 metrgacha bo'lgan balandlikka bemalol ortib yukingizni ko'tara oladi. Endi pogrushkamizni ichki qismiga o'tamiz, ya'ni saloniga. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Salonimizni ichi bitta odam bemalol sig'adi. Hamma qulayligiga ega, o'rtancha mexanika korobka aytgancha. Mana hurmatli obunachilar, bu pogrushkamizni ko'rdinglar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, buni ham yangi kelgan pogrushka ham narxini oxirida aytaman. O'shaning uchun videoni o'tkazib yubormanglar, oxirigacha ko'ringlar. Endi pogrushkamizni o'sha yangi modelini sizga ko'rsataman. Kelinglar. Buni ham shu oldi tarafidan boshlasak bo'ladi, bemalol. Pogrushkamiz 1,5 tonna yukka bemalol ko'taradi. Balandligi 320 metrgacha balandlikka ko'tarib, bemalol narsangizni ortib beradi. Hamda kubi. Bu pogrushkamizni kub hajmi 8, ya'ni 0,8 kubga ega. Biriga ozgina yetmaydi. Endi yuringlar, orqasini ko'ramiz. Akalar, mana pogrushkamizni yuragiga yetib keldik, ya'ni motoriga. Motori 4 porshinli. Eski pogrushkamiz esingizda bo'lsa 1 porshinli edi, bu 4 porshinli. Pogrushkamiz 57-60 ot kuchi, 42 kilovat ekan. O'sha 57 ot kuchini beryapti. O'shaning uchun juda ham baquvvat, zo'r, hamma ishlarni qiladi. Salarka rasxoti ham bunaqa zato katta emas. Taxminan 4-5 litr soatiga rasxot qiladi. Pogrushkamizni mana kabina qismiga ham yetib keldi. Buni kabina qismi ancha keng, sidenalari ham yumshoqqina, ventilyatorlari ham bor. Uni ustiga mikrofonlari ham bor. Bemalol qo'shig'ingizni qo'yib, ishingizni qilib ketaverasiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, videomizning eng qiziq joyiga keldik, ya'ni narxiga. Ikkala pogrushkamizni hozir narxini aytaman. Вообще zo'r narx, shikalat. Video yoqqan bo'lsa like bosing, podpiska bosishni unutmang. Men narxini aytaman. Kichkina pogrushkamizni aksiyadagi narxi $7,300. Bunaqa narx bo'lmagan. Oldin ham 7,5 ming sotib, yana $200 tushirdik. $7,300 sizlar uchun. Endi yangi pogrushkamiz, pogrushkamizni $14,000 belgilangan edi. Talashib tortishib sizlar uchun $13,500 qilib qo'ydik. Kimga shunaqa pogrushkalar qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. O'zim sizlarga qo'ng'iroq qilsanglar javob beraman. Jamshid Chimgan har doim aloqada. Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolati.